Chunki Robbimiz bizni azoblashdan behojat birodarlar. Robbimizga keragi yo'q bizni azoblash. Robbimiz bizni aksincha yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganligi uchun shu musibatni beradi. Albatta buning orqasida nimasi bor? Shu shior bo'lsin bizga. Kelinglar shunga kelishib olaylik. Bizga yoqmaydigan bir ish bo'ldimi? Yoki biz tushunmaydigan ish bo'ldimi? Bu bo'ldi-da. Endi qaqa borasiz, bu bo'ldi. Endi nima deymiz? Buning orqasida bir hikmati bor deysiz, sizni foydangizga ketadi hammasi. Jazabaga tushsiz ham bu bo'ldi. Siqilib insult bo'lsangiz ham bu bo'ldi. Sahr bo'lsangiz ham, davlena bo'lsangiz ham bu bo'ldi. Undan ko'ra nima qiling? Nima deng? Buning orqasida hikmati bor deng. Agar biz mana shu hikmatni anglasak, man qilishlik, ato qilishlik ekanligini anglaymiz. Ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolishi mumkinligini anglaymiz. Gohida ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Gohida man qilishlik, ato qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Buning orqasida nimasi bor? Payg'ambarimiz aytadilar: "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khayrun." Mo'minning ishi ajablanarlik. Mo'minning ishiga hayron qolaman deyaptilar Rasululloh. Uni ishlarining hammasi u uchun yaxshilik. Va bu faqat mo'minga berilgan. Yaxshilik yetsa, Allohga shukr keltiradi, uni foydasi. Yomonlik yetsa, sabr qiladi, bu ham uni foydasi. Yaxshi kun kelsa ham sizga foydangizga, yomon kun kelsa ham sizga foydangizga, faqat kimga bu? Faqat mo'minga. Nima deyish kerak mo'min faqat? Albatta buning orqasida hikmati bor. Alloh taolo bizni sinab, imtihonga uchratib, dunyoni torqib qo'yishi mumkin. Kambag'al qilib qo'yadi, yomg'ir yog'may qo'yadi. Shunda musulmon banda janamozga turadi. Allohdan yomg'ir so'raydi. Bandani qarzga kiritib qo'yadi. Janamozga turib Parvarga najot ber deydi. Demak, shu musibatlar uni foydasiga ishlaydi.